Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimiz obunachilari. Bugungi videomuz har biringiz uchun tom ma'noda hayotiy muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Chunki bugun siz bilan shunday bir dolzarb mavzuni muhokama qilamizki, u har birimizning kundalik hayotimizga, oilaviy byudjetimizga, bevosita hayotimizga, oilaviy byudjetimizga bevosita ta'sir qiladi. Gap nimada ekanligini sarlavhada ham ko'rib turibsiz. Elektr energiyasi va issiqlik ta'minotidagi uzilishlar uchun katta miqdordagi kompensatsiyani olish imkoniyati haqida. Bu shunchaki shior emas, balki bugungi kunda haqiqatga aylangan yangi tartib-qoidalar, imkoniyatlar haqida gaplashamiz. Shoshilinch ravishda o'z kompensatsiyangizni olish uchun nimalar qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni bosib o'tishingiz lozim? Bularning barchasini juda batafsil ko'rib chiqamiz. Agar siz ham sovuq xonalarda qotib qolgan bo'lsangiz, elektrsiz qolib, kundalik ishlaringiz to'xtab qolgan bo'lsa, unda bu video aynan siz uchun. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki siz beradigan har bir like va obuna bizni yanada foydali kontent yaratishga undaydi. Demak boshladik. Muammoning mohiyati keling. Avvalo bu muammoning ildizlariga chuqur kirib boraylik. Axir o'tmishni bilmasdan hozirgi imkoniyatlarni to'liq qadrlash qiyin. Yaqin o'tmishda, ya'ni bir necha yil oldin, aksariyat hududlarda elektr energiyasi yoki issiqlik ta'minotidagi uzilishlar afsuski oddiy holat hisoblanardi. Ko'pincha bu holatga ko'z yumlar, iste'molchilar esa shunchaki chidashga majbur bo'lardilar. Elektr toki o'chib qolsa, odamlar sham yoqib, issiqlik ta'minoti bo'lmasa, qalin kiyinib yoki qo'shimcha isitgichlardan foydalanib kun kechirar edilar. Hech kim buning uchun kompensatsiya olish haqida o'ylamasdi ham. Chunki bunday mexanizmlar mavjud emas edi, yoki ular shu qadar murakkab va noma'lum ediki, oddiy fuqaro uchun ularni ishga solish deyarli imkonsiz edi. O'sha paytlarda kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ham ko'pincha o'z majburiyatlarini bajarishda beparvolikka yo'l qo'yar edilar. Ularning asosiy e'tibori tizimni ishlatib turishga qaratilgan bo'lib, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish, ularning manfaatlari haqida ko'p ham qayg'urilmasdi. Agar kimdir shikoyat qilsa ham, shikoyatlar ko'pincha e'tiborsiz qoldirilar yoki javoblar yuzaki bo'lar edi. Jarayonning murakkabligi, kerakli ma'lumotlarning yetishmasligi, shaffoflikning yo'qligi sababli ko'pchilik qo'l siltab qo'ya qolardi. Odnoq kasaba uyushmalari, mahalla faollari orqali muammo ko'tarilsa ham, katta o'zgarishlarga erishish mushkul edi. O'sha davrlarda hatto uzoq muddatli uzilishlar uchun ham hech qanday moddiy yoki ma'naviy tovon puli olish deyarli ilojsiz edi. Bu holat albatta aholining noroziligiga sabab bo'lar, lekin amalda hech qanday chora ko'ra olmasdilar. Ammo aziz do'stlar, bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, aholi farovonligiga keng ko'lamli islohotlar, aholi farovonligini oshirishga qaratilgan siyosat doirasida kommunal xizmat ko'rsatish sohasida ham juda katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator qarorlar, farmonlar va qonun qilishni ustuvor vazifa qilib belgiladi. Endi iste'molchilar nafaqat sifatli xizmat olishga haqli, balki xizmat ko'rsatishdagi uzilishlar yoki kamchiliklar uchun ham tovon pul olishga to'liq haqlidirlar. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablaridan biri jamiyatda adolat va shaffoflik tamoyillarini qaror toptirish, shuningdek kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning mas'uliyatini oshirishdir. Hukumat bugungi kunda aholining talab va ehtiyojlariga yanada jiddiy e'tibor qaratmoqda. Energiya samaradorligini oshirish, infratuzilma modernizatsiya qilish, xizmat sifatini yaxshilash borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, agar tizimda uzilishlar yuzaga kelsa, bu uzilishlar uchun xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar javobgarlikka tortilishi va iste'molchilarga yetkazilgan noqulayliklar uchun kompensatsiya to'lashi shartligi qonuniy asosda mustahkamlandi. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning o'z ishga mas'uliyat bilan yondashishini ta'minlashga qaratilgan muhim mexanizmdir. Endi ular shunchaki uzilishlar bo'lib turadi deya javob bera olmaydilar. Chunki har bir uzilish ortida moliyaviy javobgarlik turadi. Batafsil tahlil nimalarni bilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Aynan nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar bu kompensatsiyaga da'vo qila oladi va kimlarga bu tegishli emas? Bu masala juda batafsil tahlilni talab qiladi. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, bu kompensatsiya faqatgina uzilishlar, rejasiz bo'lgan faqatgina uzilishlar, rejasiz bo'lgan holatlarda taqdim etiladi. Ya'ni
Agar sizga oldindan xabar berilib, sababli elektr energiyasi yoki issiqlik o'chirilishi haqida ma'lumot berilgan bo'lsa, bu holatda kompensatsiya berilmaydi. Lekin agar sizga hech qanday ogohlantirishsiz, kutilmaganda svet o'chsa yoki isitish tizimi ishlamay qolsa, aynan ana shu holatlar uchun kompensatsiya olishingiz mumkin. Uzilish muddati ham muhim. Ko'pgina hollarda kompensatsiya olish uchun uzilishning minimal davri belgilangan bo'ladi. Masalan, elektr energiyasi uchun uzilish 2 soatdan, issiqlik ta'minoti uchun esa 1 soatdan ortiq davom etishi mumkin. Bu chegaralar hududiy qoidalar yoki amaldagi me'yoriy hujjatlarga ko'ra farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalliy kommunal tashkilotlarning rasmiy saytlaridagi ma'lumotlarni tekshirish muhim. Kimlar kompensatsiya olishi mumkin? Asosan kommunal xizmatlardan foydalanuvchi barcha jismoniy shaxslar, ya'ni oddiy fuqarolar kompensatsiya olishga haqlidirlar. Bu uy egalari, ijarachilar, ko'p qavatli uylar aholisi, shaxsiy uy-joy egalari barchasiga tegishli. Muhimi, sizning nomingizda kommunal xizmatlar bo'yicha shartnoma mavjud bo'lishi yoki siz shu manzil bo'yicha ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. Kimlar kompensatsiya ola olmaydi? Kompensatsiya olish mumkin bo'lmagan holatlar ham bor. Masalan, agar uzilish sizning shaxsiy elektr tarmog'ingizdagi nosozliklar, ichki elektr simlari yoki isitish tizimidagi muammolar tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, bu holatda kommunal xizmatlar tashkiloti javobgar bo'lmaydi. Shuningdek, tabiiy ofatlar, masalan, zilzila, suv toshqini, kuchli bo'ron natijasida yuzaga kelgan keng ko'lamli uzilishlar uchun ham odatda boshqa turdagi favqulodda yordam dasturlari ishlaydi va ular kompensatsiya mexanizmidan farq qilishi mumkin. Agar sizning hisobingizda kommunal to'lovlar bo'yicha katta qarzdorlik bo'lsa va xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sizni qarzni to'lamaganingiz uchun uzgan bo'lsa, bu holatda ham kompensatsiya berilmaydi. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bu kompensatsiya qanday hisoblanishi va qanday holatlarda qo'llanilishi mumkinligini tushunishga yordam beradi. Raqamlar shartli bo'lib, misol uchun keltirilganini yodda tuting. Misol, ko'p qavatli uyda yashovchi oila tasavvur qiling. Toshkent shahridagi 9 qavatli uylardan birida yashovchi Mirzayevlar oilasi mavjud. Ular 3 kundan beri elektrsiz, 2 kundan beri esa issiqliksiz qolishdi. Bu holat o'rtacha qishning sovuq kunlariga to'g'ri keldi. Elektr energiyasi uzilishi 7-2 soat, 3 kun 24 soat. Issiqlik ta'minoti uzilishi 2 soat, 2 kun 24 soat. Faraz qilaylik, amaldagi qoidalarga ko'ra har 1 soatlik elektr uzilishi uchun 5.000 so'm, har 1 soatlik issiqlik uzilishi uchun esa 7.000 so'm kompensatsiya belgilangan. Mirzayevlarga to'lanadigan kompensatsiya elektr uchun 7.2 soat 5.000 so'm, 6.000 so'm. Issiqlik uchun 35 soat 7.000 so'm, 36.000 so'm. Jami 306.000 plus 336.000, o'rtatom 6.000 so'm. Bu summani Mirzayevlar oilasi kompensatsiya tarqaqasida olishga haqli bo'ladi. Bu mablag' ular uchun isitgich sotib olishga, muzlatkichdagi buzilgan mahsulotlar o'rniga yangisini olishga yoki shunga o'xshash xarajatlarni qoplashga yordam berishi mumkin. Eng muhimi, bu kompensatsiya ularning huquqlari buzilganini tan olish va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Misol 2. Qishloq joyda yashovchi yolg'iz kishi Andijon viloyatining chekka qishloqlaridan birida yashovchi 7 yoshli Omonova buvi yolg'iz istiqomat qiladi. Kechasi to'satdan elektr ta'minoti uzilib qoldi va 2 soatdan ortiq vaqt davomida tiklanmadi. Buviga bu uzilish katta noqulayliklar tug'dirdi. Qorong'ulikda qoldi. Telefoni quvvat tugadi, isitish tizimi ishlamay qoldi. Elektr isitgichdan foydalanardi. Hatto choy qaynatish ham imkonsiz bo'ldi. Elektr energiyasi uzilishi 2 soat. Agar 1 soatlik elektr uzilishi uchun kompensatsiya 5.000 so'm bo'lsa, Omonova buviga to'lanadigan kompensatsiya 2 soat 5.000 so'm, 6.000 so'm. Bu summa garchi katta bo'lmasa-da, bu uchun bir necha kunlik non va boshqa zaruriy oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishga yordam berishi mumkin. Bu kabi holatlarda kompensatsiyaning ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun qanchalik muhim ekanligini anglash qiyin emas. Bu shunchaki pul emas, balki g'amxo'rlikning bir ko'rinishidir. Misol uchun, kichik biznes egasi. Bu misolni asosan shaxsiy ehtiyojlarga qaratamiz. Aslida kompensatsiya mexanizmi asosan uy-joy fondidagi iste'molchilarga qaratilgan bo'ladi. Ammo agar kichik biznes egasi, masalan, o'z uyida mini pekariya faoliyatini yuritayotgan bo'lsa
va elektr uzilishi tufayli uning mahsulotlari yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, bu holatda aynan uning shaxsiy iste'molchilik huquqlari doirasida kompensatsiya olishi mumkin. Masalan, agar u uyining isitish tizimi yoki yo'rtish bilan bog'liq uzilishlar uchun kompensatsiya talab qilsa, bu xuddi oddiy fuqaro kabi ko'rib chiqiladi. Biznesdagi yo'qotishlar uchun esa alohida sug'urta mexanizmlari yoki boshqa huquqiy yo'llar mavjud bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga elektr energiyasi yoki issiqlik ta'minoti uzilishlari uning uy sharoitidagi qulayligini buzganligi uchun kompensatsiya olishga haqli bo'ladi. Aytaylik, bu kichik biznes egasining uyida 24 soat davomida issiqlik ta'minoti uzilgan. Kompensatsiya 24 soat 7000 so'm, 1068 so'm. Bu misollar ko'rsatib turibdiki, kompensatsiya olish imkoniyati haqiqatan ham mavjud va u turli sharoitlardagi aholi uchun moddiy yordam bo'lishi mumkin. Eng muhimi, o'z huquqlarini bilish va ularni talab qilishdan cho'chmaslik. Uzilishlarning sabablari va oqibatlari, ranga bunday uzilishlar bo'ladi va ular bizning hayotimizga qanday ta'sir qiladi? Elektr va issiqlik ta'minotidagi uzilishlar bir qancha sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin deyin. Eskirgan infratuzilma, ko'pgina quvurlar va elektr uzatish liniyalari Sovet davrida qurilgan bo'lib, ular uzoq yillardan beri ishlamoqda. Eskirish natijasida tez-tez nosozliklar yuzaga keladi. Ikoyi, yuklama ortishi, aholi sonining o'sishi, yangi qurilishlar va maishiy texnika vositalarining ko'payishi energiya tizimlariga katta yuklama beradi. Bu esa avariyaviy uzilishlarga olib kelishi mumkin. O'tu, ob-havo sharoitlari, kuchli shamol, qor bo'ronlari, muzlashlar elektr simlarining uzilishiga, transformatorlarning ishdan chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. 4. Profilaktika ishlarining yetishmasligi. Ba'zan tizimli ta'mirlash va profilaktika ishlari yetarli darajada o'tkazilmaydi. Bu esa kichik nosozliklarning katta avariyalarga aylanishiga olib keladi. 5. Inson omili ba'zan xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning xatolari yoki beparvoligi ham uzilishlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu uzilishlarning bizning kundalik hayotimizga ta'siri juda katta. Shaxsiy noqulaylik, sovuq xonalarda yashash, qorong'ulik, ovqat pishirishning imkonsizligi, isinish uchun qo'shimcha xarajatlar, ayniqsa yosh bolali oilalar, qariyalar va surunkali kasalliklarga chalinganlar uchun bu holat juda og'ir. Iqtisodiy yo'qotishlar, muzlatgichdagi mahsulotlarning buzilishi, elektr pechlari orqali isitiladigan uylardagi xarajatlar, uyda ishlashga majbur bo'lganlarning ish samaradorligining pasayishi. Sog'liqqa ta'siri, sovuqda qolish, shamollash, gripp va boshqa nafas yo'llari kasalliklarining ko'payishiga olib kelishi mumkin. Issiq suvning yo'qligi shaxsiy gigiyena muammolarini keltirib chiqaradi. Ruhiy bosim, uzilishlar stress, xavotir va norozilikni keltirib chiqaradi. Bu esa oiladagi va jamiyatdagi muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli kompensatsiya nafaqat moddiy yordam, balki bu noqulayliklar uchun adolatli tovon hisoblanadi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Aziz do'stlar, hozir esa kompensatsiya olishda duch kelishi mumkin bo'lgan istisnolar, tuzoqlar va ba'zi noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki u sizni kutilmagan holatlardan ogohlantirib, to'g'ri yo'nalishni topishingizga yordam beradi. Rejali uzilishlar. Yuqorida aytib o'tganimdek, agar kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot sizga oldindan, masalan, 24-28 soat oldin ta'mirlash, modernizatsiya yoki profilaktika ishlari sababli elektr yoki issiqlik ta'minotida uzilish haqida ogohlantirish bergan bo'lsa, bu holatda kompensatsiya berilmaydi. Bunday ogohlantirishlar odatda mahalliy hokimiyatlarning saytlarida, kommunal tashkilotlarning rasmiy kanallarida, e'lonlar doskalarida yoki mahalliy televideniya, radio orqali e'lon qilinadi. Ba'zan hatto SMS orqali ham xabar berilishi mumkin. Shuning uchun bu kabi ma'lumotlarni doimiy ravishda kuzatib borish juda muhim. Agar sizga xabar berilmagan bo'lsa, hatto rejali ish bo'lsa ham kompensatsiya talab qilish huquqingiz borligini unutmang. Chunki xabar bermaslik ham xizmat ko'rsatuvchining aybidir. 2. Tabiiy ofatlar, force majeure holatlari, zilzila, suv toshqini, kuchli bo'ron, ko'chkilar kabi tabiiy ofatlar natijasida yuzaga kelgan keng ko'lamli uzilishlar force majeure holati deb hisoblanishi mumkin. Bunday holatlarda kommunal tashkilotlar o'z majburiyatlarini bajarishga qodir emasliklari sababli javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin. Lekin bu degani siz butunlay yordamsiz qolasiz degani emas. Bunday favqulodda vaziyatlarda davlat odatda boshqa turdagi yordam dasturlarini, masalan, favqulodda moddiy yordam, boshpana, oziq-ovqat bilan ta'minlash ishga soladi.
force major holatini isbotlash ham oson emas. Xizmat ko'rsatuvchi kompaniya buni rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlashi kerak. Shunchaki bo'ron bo'ldi degan bahona yetarli emas. O'tiz. Minimal uzilish muddati. Kompensatsiya olish uchun uzilishning ma'lum bir minimal muddati belgilangan bo'ladi. Masalan, elektr ta'minotidagi uzilish 2 soatdan, issiqlik ta'minotidagi uzilish esa 4 soatdan kam bo'lsa, kompensatsiya berilmasligi mumkin. Bu ko'pincha texnik nosozliklarni bartaraf etish uchun zarur bo'ladigan qisqa muddatli uzilishlar uchun amal qiladi. Lekin bu muddatlar hududiy normativlarga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun mahalliy qoidalarni o'rganish juda muhim. Agar uzilish belgilangan minimal muddatdan 1 daqiqa ham oshib ketsa, siz kompensatsiya olishga haqli bo'lasiz. 4. Sizning aybingiz bilan yuzaga kelgan uzilishlar. Agar elektr yoki issiqlik ta'minotidagi uzilishlar sizning uy joyingizdagi ichki tizimlardagi nosozliklar, masalan, eski simlar, nuqsonli kalitlar, o'zingiz noto'g'ri o'rnatgan qurilmalar yoki kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lamaganingiz sababli kelib chiqqan bo'lsa, bu holatda kompensatsiya berilmaydi. Bunday vaziyatlarda ayb sizning zimmangizda bo'ladi va xizmat ko'rsatuvchi tashkilot hech qanday javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. Shuning uchun uy ichidagi elektr va issiqlik tizimlarining sozligini doimiy nazorat qilish va kommunal to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish muhimdir. 5. Byurokratik to'siqlar va tuzoqlar. Afsuski, amalda kompensatsiya olish jarayoni har doim ham silliq kechavermaydi. Ba'zan xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ariza beruvchilarni chalg'itishi, ularga noto'g'ri ma'lumot berishi, hujjatlarni qabul qilishni ataylab kechiktirishi yoki har xil bahonalar bilan rad etishi mumkin. Mana bu yerda sizning qat'iyatingiz va huquqiy savodxonligingiz juda muhim. Noto'g'ri ma'lumotlar. Ba'zi xizmat ko'rsatuvchi xodimlar kompensatsiya mexanizmi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasliklari yoki ataylab chalg'itishlari mumkin. Har doim rasmiy manbalardagi ma'lumotlarga tayaning va o'zingizning huquqlaringizni yaxshi biling. Hujjatlar bilan bog'liq muammolar, sizdan keraksiz hujjatlarni talab qilishlari yoki taqdim etilgan hujjatlarning yaroqsizligini bahona qilishlari mumkin. Har bir talab qilingan hujjatning qonuniy asosini so'rang. Rad etishning asossiz sabablari shikoyatingizni o'rganmasdan yuzaki rad etish holatlari ham uchraydi. Bunday hollarda yozma rad javobini talab qiling va uni yuqori instansiyalarga shikoyat qilish uchun asos qilib oling. 6. Kompensatsiya miqdorini hisoblashdagi noaniqliklar. Ba'zan kompensatsiya miqdorini hisoblashda ham kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Kompensatsiya tariflari doimiy ravishda yangilanib borishi mumkin. Shuning uchun har doim amaldagi tariflarni tekshirib oling. Agar hisoblangan summaga norozi bo'lsangiz, albatta uni asoslab berishlarini talab qiling. Bu kabi tuzoqlardan qochish uchun doimiy ravishda o'z huquqlaringizni o'rganing, barcha jarayonlarni yozma ravishda qayd eting va sabr toqatli bo'ling. Birinchi rad javobida taslim bo'lmang. Amaliy maslahatlar, siz nima qilishingiz kerak? Aziz do'stlar, endi esa amaliy qismga o'tamiz. Ya'ni, agar siz elektr yoki issiqlik ta'minotidagi uzilishlarga duch kelsangiz, kompensatsiya olish uchun aynan qanday qadamlarni bosib o'tishingiz kerak? Quyidagi ko'rsatmalar sizga aniq va tushunarli yo'l yo'riq bo'ladi. Har bir qadamni diqqat bilan o'rganib chiqing. Bilgadan barchasini hujjatlashtiring. Bu eng muhim va birinchi qadamdir. Uzilish yuzaga kelgan zahoti yo'q. Barcha ma'lumotlarni yig'ishni boshlang. Vaqt va sanasi. Elektr yoki issiqlik qachon uzilib, qachon tiklanganini aniq soat va sana bilan yozib oling. Agar imkon bo'lsa, hatto daqiqalarini ham qayd eting. Telefoningizda vaqt belgisi ko'rinadigan qilib suratga olish juda foydali bo'ladi. Foto va video dalillar. Agar iloji bo'lsa, qorong'u xonalarni, ishlamay turgan maishiy texnika vositalarini, sovuq batareyalarni videoga yoki rasmga oling. Agar sizda haroratni o'lchaydigan asbob bo'lsa, xonadagi haroratni ko'rsatib turgan rasmni oling. Bu dalillar sizning arizangizga og'irlik beradi. Guvohlar. Agar qo'shnilaringiz ham shu muammoga duch kelgan bo'lsa, ulardan guvoh sifatida foydalanish mumkin. Ularning ism-shariflari va aloqa raqamlarini olib qo'ying. Bu keyinchalik sizning arizangizni mustahkamlashga yordam beradi. Ta'sirini qayd eting. Uzilish sizning hayotingizga qanday ta'sir qilganini yozib oling. Masalan, muzlatkichdagi oziq-ovqatlar buzilgani, ishga borishda qiyinchiliklar, bolalar dars qila olmagani, xonadonning harorat normadan ancha pastga tushib ketgani va hokazo. Bu sizning shikoyatingizning jiddiyligini ko'rsatadi. Ikki qadam. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Uzilish yuzaga kelishi bilan
imkon qadar tezroq tegishli xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Tezkor yordam xizmati har bir kommunal tashkilotning elektr ta'minoti, issiqlik ta'minoti, o'zining tezkor yordam xizmati yoki ishonch telefoni mavjud. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib, uzilish haqida xabar bering. Murojaatni qayd etish. Murojaatingizni ro'yxatdan o'tkazishlarini talab qiling. Sizga murojaatingizning ro'yxatga olish raqamini yoki unga javobgar shaxsning ism-sharifini aytishlari kerak. Bu raqamni yozib oling. U keyinchalik sizning dalilingiz bo'lishi mumkin. Agar qo'ng'iroqqa javob bermasalar yoki e'tiborsiz qoldirsalar, bu ham xizmat ko'rsatuvchining aybi hisoblanadi. Yozma shikoyat, telefon orqali murojaat yetarli bo'lmasligi mumkin. Shikoyatingizni yozma ravishda 2 nusxada tayyorlang. Birini kommunal tashkilotga topshiring va ikkinchi nusxasiga qabul qilgan shaxsning imzosi, sanasi va tashkilotning muhri qo'yilganligiga ishonch hosil qiling. Agar bu ish bermasa, shikoyatni pochta orqali, xabar qilingan xat, zakaznoy xat orqali yuboring. Pochta kvitansiyasini saqlab qo'ying. Ochiq qadam, hujjatlarni to'plang. Kompensatsiya olish uchun sizga ma'lum bir hujjatlar to'plami kerak bo'ladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasportingiz nusxasi, yashash joyini tasdiqlovchi hujjat, propiska yoki uy joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati nusxasi, kommunal xizmatlar shartnomasi, sizning nomingizga tuzilgan elektr energiyasi yoki issiqlik ta'minoti bo'yicha shartnoma nusxasi. To'lov kvitansiyalari, so'nggi kommunal to'lov kvitansiyalarining nusxalari. Bu sizning qarzdorligingiz yo'qligini isbotlaydi. Qayd etilgan dalillar, yuqorida aytib o'tilgan foto, video dalillar, uzilish vaqtlari qayd etilgan yozuvlar. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga qilingan murojaatlarning ro'yxatga olish raqamlari yoki yozma shikoyat nusxalari. Qadam, arizani yozing va topshiring. Arizaning namunasi, ariza rasmiy tarzda, aniq va tushunarli tilda yozilishi kerak. Arizada quyidagilar aks etishi shart. Kimga? Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning to'liq nomi va rahbarining lavozimi. FIO kimdan? Sizning FIO yashash manzilingiz, aloqa telefon raqamingiz. Ariza nomi, elektr energiyasi yoki issiqlik ta'minoti. Uzilishi uchun kompensatsiya olish haqida ariza. Arizaning matni, uzilish yuz bergan sanalar, aniq vaqtlar, uzilishning umumiy davomiyligi, sizga yetkazilgan noqulayliklar va yo'qotishlar haqida batafsil yozing. Yuqorida to'plagan barcha dalillaringizni, foto, video, guvohlar, murojaat raqamlari keltiring. Kompensatsiya hisoblab chiqishni va uni sizning shaxsiy hisob raqamingizga o'tkazishni so'rang. Bank rekvizitlaringizni ko'rsatishingiz kerak. Ilova qilingan hujjatlar ro'yxati, pasport nusxasi, shartnoma nusxasi, foto, video, disk va hokazo, sana va imzo. Qayerga topshirish? Arizani tegishli kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotining qabulxonasiga yoki shaxsan rahbariga murojaat qilib topshirishingiz mumkin. Yana bir bor ta'kidlayman, arizani 2 nusxada tayyorlang va ikkinchi nusxasiga topshirilganligi haqida belgi qo'ydirishni unutmang. Bu sizning qo'lingizdagi asosiy dalil bo'ladi. 5 qadam. Jarayonni kuzatib boring. Ariza topshirilgandan so'ng shunchaki kutib o'tirmang. Muddati. Odatda arizani ko'rib chiqish va javob berish uchun qonun bo'yicha ma'lum bir muddat belgilanadi. Masalan, 15-o'ttiz kun. Bu muddatni bilib oling va tugashini kuting. Murojaat qiling. Agar belgilangan muddat ichida javob olmasangiz, kommunal tashkilotga yana murojaat qilib, arizangizning holatini so'rang. Bu ularga bosim o'tkazishga yordam beradi. Yuqori instansiyalarga murojaat. Agar sizning arizangizga asossiz rad javobi berilsa yoki umuman javob berilmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, mahalliy hokimiyatlarga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga, Vazirlar Mahkamasining kommunal xizmatlar bo'limiga yoki hatto prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu tashkilotlar sizning murojaatingizni ko'rib chiqishga majburdirlar. Sudga murojaat qilish ham so'nggi chora sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Qat'iyatli bo'ling. Ba'zan bu jarayon uzoq va zerikarli bo'lishi mumkin. Ammo o'z huquqlaringizni himoya qilishda qat'iyatli bo'ling. Har bir rad javobini yozma ravishda talab qiling va uni keyingi bosqichlarga o'tish uchun dalil sifatida foydalaning. Unutmang, sizning har bir harakatingiz, har bir yozilgan hujjat sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun kuchli dalil bo'lib xizmat qiladi. O'z huquqlaringizni bilish va ularni talab qilishdan cho'chmaslik bu sizning asosiy qurolingizdir. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Umid qilamanki, bugungi suhbatimiz siz uchun juda foydali bo'ldi.
va siz endi elektr energiyasi va issiqlik ta'minotidagi uzilishlar uchun kompensatsiya olish imkoniyatlari hamda buning uchun qanday qadamlar qo'yish kerakligi haqida to'liq tasavvurga ega bo'ldingiz. Yodda tuting, bu shunchaki pul masalasi emas, balki sizning iste'molchi sifatidagi huquqlaringizni himoya qilish, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning mas'uliyatini oshirish va jamiyatda adolat tamoyillarini qaror toptirishga qaratilgan muhim qadamdir. O'z huquqlaringizni talab qiling, chunki hech kim sizning haqqingizni sizdan yaxshiroq himoya qila olmaydi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi va sabr toqatni sinashi mumkin, ammo yakuniy natija adolatning qaror topishi va sizning qonuniy haqqingizni olishingiz bu harakatlaringizga arziydi. Har bir inson, har bir oila munosib va sifatli kommunal xizmatlardan foydalanishga haqli. Va agar bu xizmatlar sifatsiz ko'rsatilsa yoki umuman ko'rsatilmasa, bu uchun javobgarlik bo'lishi shart. Shunday qilib, aziz tomoshabinlar, agar siz ham elektr yoki issiqlik ta'minotidagi uzilishlar tufayli jabr ko'rgan bo'lsangiz, videoda keltirilgan barcha tavsiyalarga amal qiling va o'z kompensatsiyangizni talab qiling. Bu sizning nafaqat moliyaviy ahvolingizni yaxshilaydi, balki kelajakda bunday uzilishlarning oldini olishga ham yordam beradi. Chunki xizmat ko'rsatuvchilar o'z ishlariga yanada mas'uliyat bilan yondashishga majbur bo'ladilar. Fikrlaringizni va bu boradagi shaxsiy tajribalaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishni unutmang. Ehtimol sizning tajribangiz boshqa ko'plab insonlarga yordam berar. Bu videoni foydali deb hisoblagan bo'lsangiz, albatta unga like bosing va do'stlaringizga, yaqinlaringizga ulashing. Va albatta kelgusida yanada foydali va qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang va o'z huquqlaringizni himoya qiling.